Assalomu alaykum. Quyidagi tenglamani yechamiz. X kvadrat minus x plus 2 teng 2 ko'paytirilgan 4-darajali ildiz ostida 2x minus 1. Yechish. Berilgan tenglamani quyidagicha yozib olamiz. X kvadrat minus 2x plus 2 teng 2 ko'paytirilgan 4-darajali ildiz ostida 2x minus 1 minus x. Oxirgi tenglikni chap va o'ng qismlarini quyidagicha belgilaymiz. Fx teng x kvadrat minus 2x plus 2 va jx teng 2 4-darajali ildiz ostida 2x minus 1 minus x. Berilgan tenglamaning ildizlari fx va jx funksiyalarini grafiklarini kesishgan nuqtalarini absissiyasida bo'ladi yoki ular grafiga o'tkazilgan urinmada bo'ladi. Bu funksiyalarni ekstrem qiymatlarini topamiz. Ya'ni bu tenglamani yechishda hosilani tatbiq etamiz. Fx bizda x kvadrat minus 2x plus 2 bu teng x minus 1ning kvadrati plus 1. Bu ko'rinib turibdi katta yoki teng 1dan. Endi jx funksiyadan hosila olamiz. Bu teng bo'ladi 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 2 x minus 1 darajasida 1 taqsim 4 minus 1 ko'paytirilgan 2 minus 1. Bu teng bo'ladi 1 minus 2x minus 1ning darajasi 3 taqsim 4 bo'lingan 2x minus 1ning 3 taqsim 4-darajasi. Bunda x 1 taqsim 2dan katta. Endi jx funksiyani statsionar nuqtasini topamiz. Statsionar nuqta bizda x barobar 1 ga teng. Jx funksiyamiz 1 taqsim 2dan plus cheksiz oraliqda u uzluksiz va bizda statsionar nuqta birga teng. Demak, 1dan katta bo'lganda minus 1 taqsim 2 va 1 orasida plus. Demak, x barobar 1da jx funksiyamiz maksimum eng katta qiymatga ega bo'ladi. Ya'ni j1da 1 ga teng. Demak, biz quyidagilarga ega bo'ldik. X kvadrat minus 2x plus 2 katta yoki teng 1 va 2 ko'paytirilgan 4-darajali ildiz ostida 2x minus 1 minus x
kichik yoki teng 1. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bu tenglamani yechimi fx barobar 1 va gx barobar 1da bo'ladi. Shunday qilib, bu tenglamaning yechimi x kvadrat minus 2x plus 2 barobar 1 yoki bundan x barobar 1 bo'ladi. Demak, berilgan tenglamaning yagona yechimi x barobar 1 bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.